Bir kuni kommentariyda bir erkakni fikrini o'qib qoldim. U shunday deb yozibdi: ayollarga faqat pul berish kerak. Pul bilan og'zini yopsangiz bo'ldi, hamma aytganingizni qiladi deb yozibdilar. O'qib turib o'ylanib qoldim. Nahotki ayol qalbini shunchalar arzon deb o'ylasak. Lekin agar haqiqatan ham ayolga faqat pul kerak bo'lganida, nimaga saroydagi uylarda ham baxtsiz ayollar bor? Nega Merslar, BMWlar eng zo'r ulovlarni haydab yurgan, hamma narsasi muhayyo bo'lgan ba'zi ayollar bor, o'zlarini yolg'iz baxtsiz his qiladilar? Chunki bilasizmi nimaga? Ayolning ham hissiyoti bor-da. Ayol mehrga muhtoj bo'lib tug'iladi bu dunyoda. Qadrlanishga ehtiyoji bor, eshitilishga ehtiyoji bor. Ishonmasangiz tajriba qilib ko'ring. Uy-joyimi, mashinami, har tomonlama tevaragini tekis qilingda, lekin befarq bo'ling. Ayolni faqat moddiy tarafdan qondirib, yana senga nima kerak deb uni noshukrlikda ayblashga shoshilmang demoqchiman xolos. Uni avvalo shaxs sifatida, ayol o'rnida ko'ring va unutmang, ayolga faqat pul bersangiz, bilingki, faqat sharoit yaratgan bo'lasiz. Mehr berdingizmi, haqiqiy baxtli oila qurasiz. Qadr bersangiz, qalbini olasiz. Ishonch bersangiz, u siz uchun butun dunyoga qarshi tura oladi.